Dasturimiz davom etadi. Bugun juda ham yaxshi kun. Bugun hayotimizning yangi bir sahifasi ochildi va ana shu sahifa oppoq bo'lib turibdi. Qo'lingizga qalamingizni olib, zarb harflar bilan bu sahifani bezashni boshlang. Faqat va faqat yaxshiliklarga to'la bo'lsin deymiz. Kimgadir hayot kitobingizni o'qishga berganingizda uni mazza qilib o'qisin, sizdan g'ururlansin, faxrlansin azizlar. Albatta, har bir kuningizda biror bir ajoyib ishni yoki oldingizga qo'ygan maqsadingiz tomon odim qadamlashga harakat qiling azizlar. Biz esa Munavvar kun dasturimizni yana boshlaymiz. Munavvar kun guruh va takliflar guruhimiz ochiq holda. Unga esa siz yaqin insoningizni tavallud topgan kunlari yoki kun tilaklaringiz bo'lsa xabarlar yozishingiz mumkin. Biz esa ularni dasturimiz so'ngiga qadar o'z egalariga yetkazib qo'yamiz. Albatta. Xabarlaringizni kutib qolamiz azizlar. Kimda tug'ilgan kun tabrigi bo'lsa, ertaroq, tezroq yozingizlar. Oxiriga borganda meni xabarim qolib ketibdi. Mana bu xabarni o'qimadilaringiz yoki bo'lmasa mana bu xabarga to'xtalmadilaringiz degan nadomatlarni tinglamaymiz. Tezroq va ertaroq yozingizlar. Bugungi kun tarixi. Bugun 24-aprel haftaning payshanba kuni. Oziq-ovqat chiqindilarini to'xtatish kuni. Oziq-ovqat chiqindilarini to'xtatish kuni har yili aprel oyining oxirgi chorshanba kuni o'tkaziladi. Bu oziq-ovqat chiqindilari muammosi to'g'risidagi xabardorlikni oshirish maqsadida tatbiq etilgan kun. Bundan tashqari bugun Butunjahon laboratoriya hayvonlari kuni, Xalqaro haykaltaroshlik kuni, Xalqaro ko'p tomonlama tinchlik uchun diplomatiya kuni, Xalqaro shovqindan xabardorlik kuni, Xalqaro yo'lboshchi itlar kuni ekan. Juda ham o'ziga xos kun ekan bugun. Bundan tashqari bugun yana kimningdir muhim hayotida muhim sanasi bo'lishi mumkin. Qanaqadir muvaffaqiyatga erishgan yoki tug'ilgan kuni yozib yo'llang. Hamma tabriklaringizni biz ularni chiroyli qilib sizlarga yetkazamiz. Albatta. Munavvar kunda esa a'lo kayfiyatlilar kuni, yaxshi kayfiyat ulashuvchilar kuni har doim 365 yoki 366 kun a'lo kayfiyatlilar kuni. Haqiqatan to'g'ri aytdingiz. Xursand bo'lib ketdim shu gapingizdan. Xo'p, endi dasturimizni suhbat bilan davom ettiramiz. Yuqorida biz ko'rsatuvimizni bolalar folklor chiqishi bilan boshladik. Bu folklor bolalar ansamblini chiqishlari hozir dastur davomida ko'p, 3-4 ta chiqishlari bor. Xo'p, ular qanday tashkil etilgan? Unda bolalar qanday ishtirok etishadi? Qanday ko'rik tanlovlarda qatnashishgan? Guruh rahbari, ansambl rahbari bilan suhbatda mana shu ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Tanishing, Boysun tumani. Boysun tumani madaniyat bo'limi 10-sonli madaniyat markazi Boychechak folklor etnografik namunali bolalar ansambli rahbari Abdunabi Qodirov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzoq yo'l bosib kelgan sizlar bilamiz. Qolib qolmadlaringizmi? Rahmat. Yaxshimisizlar? Yo'lchilik nima oldi deydi-ku turk tilida. Yo'lchilik qanday kechdi? Rahmat. Men hozir ansamblimiz haqida qisqacha gapirsam. Ansamblimiz 2018-yilda tashkil topgan to'garak shaklida. 2022-yilda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi tomonidan namunali bolalar jamoasiga unvon berildi. Ansamblimiz madaniyat tadbirlarida, davlat tadbirlarida faol qatnashib kelmoqda. Shu bilan bir qatorda viloyatimizda, tumanimizda, respublikamizda bo'lib o'tgan ko'rik tanlovlarda faol qatnashib, birinchi o'rinni egallab, yaxshi ishtirok qilib kelmoqda. Hozir mana shu ansamblda nechta bola bor? Xalqaro festivallardan 2022-yilda, 2024-yilda Boysun bahori xalqaro folklor festivalida qatnashib, sovrinlarni olishdi. Ajoyib. Juda ham xursandmiz. Birinchi o'rinda olishdimi? Ha. Qoyil. Bularning hammasi sizning mehnatingizning samarasi. Hozir ansamblingizda nechta bola bor? Ansamblimizga 20 ga yaqin bolalar bor. Hozir bizlar bu yerda 8 nafar bolalar bilan keldik. Yaxshi. Bolalarimiz tumanimizda yosh bolalari o'zlarining bo'sh vaqtida ansamblimizga qatnashib, qo'shiqlar, bolalar xalq o'yinlari, bolalar xalq qo'shiqlari o'rganib, bizlar o'zimizdan qo'limizdan kelgan bolalarimizga ko'maklashib, katta-katta sahnalarda olib chiqib, bolalarning iste'dodlarini xalqqa taqdim etib kelyapmiz. Xalq orasidan yig'ib olgan qo'shiqlarimiz bor. Mana bu yildan yangi 2 ta qo'shiq yig'ib oldik. Ko'zi bolalarda ko'zini bog'lab, ko'zi bog'liq bolajon
dovdiraysan har tomon, kim urganini bilmaysan, kimligini bilmaysan degan qo'shiq bitta. Keyin yana xalq o'yinlaridan Arg'amchin degan bolalar xalq o'yinlaridan xalqimizni orasidan yig'ib olib, Xalq o'yinlarini tasvirlab qo'shiq qilgansizlar-da, to'g'rimi? Bizlar xalqimizdan o'zlaridan yig'ib olamiz qo'shiqlarda va yana o'zlariga sahnalashtirib, musiqiy bezaklar berib, yana xalqni o'ziga taqdim qilamiz. Nafaqat bizda ansambl, tumanimizda, viloyatimizda barchalari shu qo'shiqlarda birga biz bilan qo'shilib, yo o'zlari qo'shilib ijro qilib kelmoqda. Bir so'z bilan aytganda, etno madaniyat, etno o'yinlar folklor chiqishlarida hali hamon yashayapti. Ularni qo'shiqni shunchaki tinglash emas, balki so'zlariga e'tibor bersangiz, so'zlab beradi tarixdan, o'sha etno madaniyatimizdan, xalq o'yinlarimizni so'zlab beradi. Ansamblga bolalarni qabul qilish tartibi qanday? Masalan, bu bolajonlarni ko'rib turgan bizning teletomoshabinlarimiz bo'lsa, ular ham xohlashi mumkin, biz ham ishtirok etaylik, yo farzandlarimiz ishtirok etsin degan. Qanday tartibda murojaat qilish kerak? Bu pullimi yoki shunchaki bepulmi? Bizda hamma narsa bepul. Bizda hamma sharoit bor. Madaniyat bo'limida. Madaniyat bo'limidan studiyalarimiz bor ovoz yozish uchun. Baletmesterlarimiz bor, raqs o'rgatadigan. Qo'shiqlar o'rgataman o'zim bolalarda. Hamma narsa bepul bizda. Men shu o'rinda davlatimiz tomonidan bizlarga berilgan yordamlar uchun katta minnatdorchilik bildiraman. Hamma sharoitlar yaratib berilgan. Musiqa cholg'ularimiz ham yetarli, xonalarimiz ham yetarli, kiyimlarimiz ham yetarli. Bizning niyatimiz, Xudo xolasa, xalqaro katta festivallarda shu o'zbek bolalar folklor san'atini namoyish qilish, kelasi avlodga qoldirish. Zo'r. Haqiqatda liboslarigacha hammasiga yordam beriladi, to'g'rimi? Madaniyat bo'limi tomonidan. Haqiqatdan zo'r. Ilgari tuman madaniyat bo'limiga, tuman hokimligiga, viloyat hokimligiga alohida, qolaversa madaniyat boshqarmasiga alohida, respublika madaniyat vaziriga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Bolalarimizga har qanaqa sharoitlarni yaratib bergan. Bolalar tumanimizdagi bo'sh bolalar bizda ansamblimizga 20 ta. Lekin bizni to'garak jomimizga qatnashadigan bolalar bor. Ular ham 20 ta. Jami 40 ta bola bizda ishtirok qiladi. Dushanba kundan juma kungacha bizga to'garak har kun ishlab turadi. Shuncha bolajonlarni diqqatini folklor chiqishlarga, folklor san'atiga qarata olganingizni o'zi bu katta gap. Uni maqtash kerak, uni e'tirof etish kerak. Azizlar, bugun mana biz tariximizni, o'zimizning etno madaniyatimizni, ma'naviyatimizni saqlash haqida gapiramiz. Eng birinchi navbatda uni saqlash uchun har bitta inson, ayniqsa murg'ak qalb egalarida, bolajonlarimizda ana shu san'atga, ana shu fikrga, g'oyaga nisbatan qiziqish, xohish uyg'otishimiz kerak. Bo'lmasa u majburlab bo'lmaydi. Siz 40 kishini ushlab turgan bo'lsangiz, qoyil qolishimiz kerak. Rahmat. Hozir keling, yana bolajonlarimiz ijrosi ular tayyor turishibdi. Doira raqsi bor ekan. Shu raqsni birgalikda tomosha qilsak, mazza qilib raqsga tushsak-da, undan so'ng suhbatimizni davom ettirsak. Rahmat. Demak, Boychechak bolalar folklor ansamblidan navbatdagi doira raqsi, marhamat, bolalarimizni taklif qilamiz. Kelinglar. Mazza qilib tinglaydigan qo'shiqqa o'xshayapti nomidan doira. Kelinglar yigitlar, sizlar ham. Tayyormisizlar? Yo'q, so'rolmaymiz.
oladi-yu, shugnani-yu. Bu qanaqa o'yin bo'ldi? Bu o'zimizning milliy kim oladi o'yini. Unda ko'p cho'zib o'tirmasdan boshlaymiz-da. Hey, bolalar, kim oladi-yu, shugnani-yu. Kim oladi-yu,